Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugun Arnasoy tumanidagi 3-sonli maktabga xorijiy tillar yo'nalishi ingliz tili fanidan kasbiy rivojlanish soatini o'rganish uchun tashrif buyurdik. Hayot muvozanati bu yerga bo'lishi kerak. Xorijiy tillar yo'nalishi ingliz tili fani bo'yicha Arnasoy tumanidagi 20-maktabga tashrif buyurdik. We hand out, distribute this to the peoples, okay? And they write there what I know about New Zealand. Va asosiy darsga har bir darsga kirayotganda nimani o'rganishni maqsad qilib kiradi. Mana shu dars davomida biror bir narsani o'rganish o'ziga maqsad qilib qo'ya oladi, eng asosiysi. Va nimani o'rganganini o'zini fikrini bildirib chiqa oladi. Dars yakunida siz mana shu tahlilga natijasini o'zlari natijasini nimaga erishganlik natijasini bila oladi. O'quvchilar natijasidan kelib chiqib, keyingi darsni siz samarali rejalashtirasiz. Biz ayni damda Arnasoy tumanidagi 10-sonli maktabga xorijiy tillar yo'nalishi ingliz tili fanidan kasbiy rivojlanish soatini o'rganish uchun tashrif buyurdik. Kichik bo'lishi mumkin. Listening music or singing deydi. Yoki bo'lmasa yana nima deydi? Making, yoki baking bo'lishi mumkin. Marata pishirish mumkin. Qarang, ikkita o'qish o'rtasida raqobat ketadi. Raqobat bo'lgan joyda o'sish bo'ladi. Ularga bir-biridan qiziqib, o'rniga o'rnab keladi so'zlarni. Darslar. Eng qiyin masala hozir dars qilish o'quvchiga. To'g'rimi? O'zbekiston tilini bilishi mumkin. GM kimdir bo'lsaydi, GM deydi. Kimdir aytishi mumkin McDonald's deydi. Uni ham biladi, to'g'rimi? Alibaba deydi kimdir. Kimdir Amazon deydi. Ko'rdingizmi? Bu vashi horizonni oshirish bo'ladi. Butun dunyoqarashni oshirish bo'lyapti. Hozir men buni bu kishiga berdim. Buni esa bu taraf o'quvchiga beryapman. Boshlanishga deganim sababi buni so'zlari anchayin oddiyda. Misol uchun birinchi sinflar hammasi ham hozir biz ayta olmaymizki, ma'ni nima degan so'zligini bilmaydi. To'g'ri, ikki xil bo'lishi mumkin. Mavzuga bog'layotgan bo'lsak, ayni vaqtda ular o'zini mana shu o'yin orqali ham personal, ham professional, long term goal qo'ya olish qismini biz mana shu orqali rivojlantirishga turtki beryapmiz. Yaxshi.